Ozonni kim aytgan birinchi bo'lib? Hazrati Bilol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Merojga chiqqandan keyin u Meroj vaqtida bo'layotgan voqeada Merojdan kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 5 vaqt namoz buyurildi-da. O'sha 5 vaqt namoz Allohning qudrati bilan bizga 50 vaqt bo'lib turib beriladigan bo'ldi. Lekin 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qiydigan bo'lsak, o'sha shartlariga to'g'ri keladigan darajada biz hayot kechirayotgan bo'lsak, islomiy tarzda hayot kechirayotgan bo'lsak, ya'ni 50 vaqt bo'lib yoziladi bizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatga solib berdi. Qani aytinglarchi, 5 vaqt namoz buyurildi bizga. Qanday odamlarni chaqiraylik dedi. Shu vaqtda kolokol bilan chaqirsa bo'lar ekan dedi. Yo'q dedi. Kolokol bilan chaqiradigan bo'lsak, biz xristianlarga o'xshab qolamiz dedi. Yana bittasi aytdiki, hayya ala solah, hayya ala solah deb chaqiraylik dedi. Namozga kelinglar. Yo'q dedi, unday qilmaymiz. Bir kunga qo'yib berdi. Hamma sahobalar taradi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyiga ketdi. Va shunday bir voqea bo'ldiki, Abdullah ibn Zayd degan odam bor edi. Sahoba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida har doim yurgan inson. U tush ko'radi. Tushida bozorga borib, bozorda shu bir narsalar sotib olmoqchi bo'lib, qo'ng'iroqqa qo'li tegib ketib, hali qo'ng'iroqni olib, kolokol chiqdi. Olib shunday qaraganda sotuvchi aytdi, "Buni nima qilasan?" deganda, "Namozga chaqirsammikin odamlarni shu bilan?" deganda, "Yo'q" dedi. "Men senga qanday nima odamlarni namozga chaqirishlik qoidalarini o'rgatib qo'yaman, ozonni" dedi. Va hozirgi mana bu ozonni, biz aytayotgan ozonni sotuvchi Abdullah ibn Zaydga o'rgatdi. Bu Abdullah ibn Zayd tushida o'rgandi. O'rganib, uyg'onib ketib, ular patinkasini chala bo'la kiyib, yugurib ketdi-da, tahorat qilib olib masjidga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib birinchi aytish kerak edi-da. Bu yerdan ketyapsa, nariyadan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yugurib ketyapti. Ikkovi bir xilda yurib ketyapti-da. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib Abdullah ibn Zayd aytdi, "Men shunday tush ko'rdim" dedi. Shunda sotuvchi menga mana shu ozonni o'rgatdi dedi, ozonni aytib berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab aytdi, "Men ham mana shu tushni ko'rdim" dedi. Ikkovlar bir xilda tush ko'rgan bo'lsanglar dedi. Unda mashina ham ozon aytamiz bugundan boshlab. Shu joyda biz shu narsani bir ko'ngilga olishimiz kerak. Abdullah ibn Zayd roziyallohu anhu turib ozon aytaman endi degan o'y fikriga kelgan vaqtida sen aytmayin dedi ozonni. Hazrati Bilol Habashiy bor dedi. O'sha aytsin, ovozi biram jaranglaydi o'sha insonni dedi, o'sha aytsin dedi. Nima uchun endi Abdullah ibn Zayd shunchalar tush ko'radi-yu, shu insonga o'sha tush ko'rishlikni Alloh taologa nasib qiladi. Lekin nima uchun aytishga nasib qilmadi? Biz shu narsaga ahamiyat beraylik. Bir insonni qiladigan ishini ikkinchi inson ulab ketishlik qoidasi shu yerda namuna bo'lganda, namoyish bo'lgan. Shuning uchun mana biz qilayotgan ishlarimizni ertaga ikkinchi odam bir ulab ketaveradi-da, davom etkazadi. Biz oxirgi zamon qoladigan emas. Biz olib ketayotgan ishimizni bir kun emas, bir kun bir odam olib ketadi. Ulab. Shu olib ketishlik qoidasi, bir odamning o'rniga ikkinchi odam turib qolishlik qoidasi o'sha kunlardan boshlangan.